Barchangizga xayrli kun do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarga bir yaxmaroq. Bugun kechqurun men bozor marchikini qilib beraman. Sizlarga jasab ko'ringizlar, kerakli zatlardan barini videoning ostida qoldiraman. Bu yerdan qarab olasizlar. Agar mening kanalimda birinchi qarab turmasangiz, bir kelib ketingizlar. Like bosib, kommentariy yozib ketingizlar. Alдағы vaqtda mening qanday retseptlar istaysiz, soni kommentariyga yozib ketingizlar. Kommentariyalaringizni o'qib chiqaman. Alдағы vaqtda bundan da yaxshi retseptlar chiqadi. Tomosha berib olmangizlar. Kanalga bir kelib ketuvda unutmangizlar. Tavuk qanotlarini marinadlab olamiz. Shuni zat kerak deb qo'yganlarni barlig'ini solib, üstüne suv qo'yib, barlig'ini aralashtirib, tavuk qanotlarini üstüne qo'yamiz. Tavuk qanotlarini üstüne qo'yib, bir kunga marinatlab qo'yamiz. Холодильникке qo'yib qo'yganimiz durs bo'ladi. Shunda o'ta tomosha barliq bilan tavuk qanotini sinib, dami adimi bo'lib chiqadi. Bir kunga холодильникке qo'yib qo'ydim. Sizlar de solay jasab ko'ringizlar. O'ta tomosha bo'lib chiqadi. Bir günlükte mümkün tavuk qanotlarini o'rnatib olishga unumda innovatorni jarta qasab tuz, qiziq paprika solib, barlig'ini aralashtirib olamiz. Chunki bir günlükte уже endi tavuk qanotlarimiz tayyor bo'ldi. Endi pishiramiz. Hozir videoda ko'rsatgan barlig'ini qilib ko'ringizlar sizlarga. Yalnız slayıştırıp qahva vasıtası şunu pişiremiz. Yalnız slayıştırıp alasızlar. Gazını qattiq qo'ymaysizlar, o'rtanda olib pishiramiz. Meniki chekinimiz pishib chiqdi. Sizlar de jasab ko'ringizlar. Sizlarga birga bo'lgan Ahmaral, barchangizga rahmat. Xas bo'lsin. Kanalga kirmagan bo'lsangiz, kelib ketingizlar.